Gaz plitangiz alangasining rangi uydagi katta xavfdan ogohlantirishi mumkin. Siz esa buni sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun diqqat bilan eshiting. Olovrang odatda ifloslanish tufayli paydo bo'ladi. Agar konforkalarda ovqat qoldiqlari, chang yoki yog' yig'ilib qolgan bo'lsa, alanga shu rangga kiradi. Plitani tez-tez tozalab turish muhim. Agar gaz quvuri tuzlar yoki minerallar bilan ifloslangan bo'lsa, alanga binafsha rangga kiradi. Bu gaz ta'minoti tizimini zudlik bilan tozalash kerakligini anglatadi. Sariq gaz yaxshi yonishi uchun havoning yetishmayotganidan dalolat beradi. Bunday alanga yetarlicha issiqlik bermaydi. Va eng yomoni juda xavfli bo'lishi mumkin. Is gazi ajralib chiqish xavfi bor. Ehtiyot bo'ling. Agar olov qizil rangda bo'lsa, bu xavf belgisi. Bu kimyoviy yoki metall qoldiqlari borligini bildirishi mumkin. Eng yaxshisi plitani o'chirib, tezroq tekshirtiring. Yashil olov kamdan kam uchraydi, lekin plitada kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar borligidan ogohlantiradi. Bu ko'pincha haddan tashqari kuchli va o'tkir tozalash vositalaridan foydalanganda sodir bo'ladi. Ehtiyotkorlik choralarini ko'ring. Men ko'k olovman, hammasi joyida, gaz to'g'ri yonmoqda, gaz sarfi me'yorida va issiqlik ham kuchli. Men aynan shunday bo'lishim kerak.